Bugun raspakovka qilib bermayman. Like bosmayapsizlar. Babda qilib beraman. Faqat like bosinglar. Ketdik. Xullas, dugonalar, bu yerda mamichkalar uchun sog'ir narsalar kelgan. Idishlarimiz yuvadigan, vannalarimiz yuvadigan, uyimizda choynagimiz kir yog' bo'lib ketsa mana shunda yuvadi. Keyin tualetga qo'yadigan, tualet yuvadigan, oppoq qilib qo'yadi. Mana shu sovunga mamam cho'milsa, shunaqa shirin bo'lib qoladi. Achomlab to'ymayman. Bu ham sovun, serdechkali. Soch to'kilib ketgan yomon qizlarga mamam mana shu shampunini, balzamini, keyin maskasi bor, maskasini, keyin yana bitta ko'k rangli sprey bor, uni qo'shib beradi. Shunda yomon qizlar yaxshi qiz bo'lib qoladi, sochlari to'kilmaydi. Tishlaringiz qurtlab ketmasligi uchun shu pastada yuving. Bu boyagi yurakchali sovunni krem ekan, qora joylar oqartirar ekan. Bu mamamning o'rtog'ini yaxshi ko'rgan duxisi. Shuni sepsa atirgul bo'lib qoladi. Keyin shunaqa cheki bor ekan. Tez endi like bosib storiesga qo'ying. Bo'lmasa boshqa obzor qilib bermayman. Nima kerak bo'lsa, oyimning lichkasiga yozar ekansizlar.